Assalomu alaykum hammaga, yana sizlar bilan Dilasi Bozor. Bugungi videoda biz sizlar bilan Dream Agent olish uchun Dream Draft qilamiz. Bu Dream Draft 7 raunddan iborat bo'ladi. Buning uchun biz 225 ta olma sarflashimiz kerak. Menda olmos va tanga ko'p. Buni o'zing qanaqa chiqqani tanga olmoslar yig'dirish xizmatisiz va buni sarflaymiz. 225 ta olmos. Qani go. 828 ta qo'lyapman olmasini, lekin bu ham ko'p. Endi taktikaga kelsak, 4-2 va yaxshi baribir bitta hujumchini o'ynamay. Yo'q, Kaurani kerakmas. Bizga yildiz kerak, Kenan. Kim chiqadi? Yo'q, Yamal chiqgan 86, lekin yo'q, 30 dahshat ekan, lekin statistika bizga lekin baribir yildiz kerak. Hozir xato ketdi hozir. Qattiq baron kirgan bo'ladi. Hozir katta reklama ko'rish kerak. Shu video ko'rib bo'ldik, endi ko'ramiz. Yana o'sha boynagidek ketaveradi. Hozir reklama ko'rib yana futbolchilarni ishlab, chunki biz yildiz olishimiz kerak, Kenan yildizni. El agua. Hoş bo'ldik reklama ko'rib. Diaras keta tushyapti. Yana omadsizlik. Hozir yana reklama ko'rib yildiz tushirishga harakat qilaman. Mana video ham ko'rib bo'ldik endi. Internet muammolar bo'lmoqda. Do'stlar, oxiri yildiz tushdi. Hozir internet ishlamay qoldi, oxiri yildiz tushdi mana. Yildiz paqa joylashdi. Botga qarshi o'ynayman, tavakkal ketaveramiz. Pickford'ni olgan yaxshiroq. Demak, shubhasiz. Shubha ikkita United himoyachisi, ya'ni Lisandro Martinez bilan Harry Maguire bor. Bo'yi uzunroq, tezligi yaxshiroq futbolchini olish kerak. Mana Martinez olayamiz. Di Lorenzo, Ashraf shubhasiz, Garcia, Barella albatta. Qanot hujumiga Foden olayamiz. Va Leo bilan bir harakatdagi bo'laveradi. Mana Onana olayamiz. Laporte, Carlos, yani Roberto Carlos o'xshab ketish futbolchi do'stlar. Qarsaysan, Lokersoni olamiz. Dybala albatta, Semenyo yoki Bradley Barcola. Barcola olayamiz. Paredes. Bu yerda mana do'stlar, tarkib shunday holga keldi. Bunisi Dream Agent beradi. To'g'ri olsak ham bo'ladi. Laporteni qo'yib yildizni hujumga qo'ysam bo'laveradi. Mana bitta o'yin o'ynab ko'ramiz do'stlar. Go. PSG birinchi turda raqib. Team are lining up in a 4-4-2 formation. Let's look at the away team. Sen murabbiyni ovozini pastroq qilib
Yıldız 10-chi raqam paydo bo'libdi. Hakimi. Barella in possession. He misjudged the pass. Hareket yaptı to'g'ri. Hareket Here's Yıldız. Yildiz. 93 tezligi va o'tib ketadimi? Yetib What a bir gol chance! pashti He zarba gol. took his chance. 10-chi The daqiqada manager Kenan will already be Yıldız. pleased with his efforts for the goal. Hisobni Let's hope for more of the same. They're kicking off after that goal. Will they change their approach to this match now? They've won control of the ball. 84 bo'lganlar 90 qilib kuchaytirilgan. Yıldız, Thiago, Anderson, Deranski kabi futbolchilar. Hakimi. Yıldız olish He's sababi closing in on goal. Yıldız ham But musulmon can he finish futbolchi it? ham Oh, it's there. gol etib These ketdi. teams are now neck and neck. Ham musulmon futbolchi ham nasıl bo'ladi? That goal has O'zimiz changed the qardosh shape of the to'g'ri game. tomondan Abduqodir Let's see what chiqmagan happens bo'lsa ham, now. lekin Moving down the flanks here. transferlarchida yagona musulmon futbolchi agar adashmayotgansam Sarkin bosh bilan urishi ham mumkin va It's gol. Kane. 2-1. He towered above everyone else and scored a great header. Gol 2-1. Shuning uchun Kenan Yıldız olish harakat qilgan edim. Va hamma o'zbeklar deyarli hamma o'zbeklar Kenan Yıldız olishga harakat qilyapti. Ana shaxsan o'zim ham hozir birinchi dramaga ochgan videomni ko'rgan bo'lsalaring, Vartabon, Romani Vartabon Sevillar tushdi. Mayo Sevillar. Vitinha with the ball. Qanoatlanmadi, yoqmadi lekin. Bumped into the danger Fronta area. 82 Kavroni tushsa ham mayli edi, lekin Vartabon yomon. Kenanga deb Volleyed on. bordi That's a harakat. rare pull pass from this skilled player. João Neves Foden harakat. wins the ball. Sofonov, Hakimi. Oh, that's a nasty tackle. Do'stlar, sizlar bir narsa aytib o'tsam, PSG bilan o'ynayotgan aytayman. Harry PSG Kane kechagi o'yinga UEFA Champions Ligasi chorak final o'yinida Liverpoolning chiqarib yubordi. 2-0 hisobida Enfieldda mag'lub etdi Liverpoolni. Usmon Dembele o'yinda dubl qayd etdi. is Yildiz. 7-oltin to'p sohibi va uning hisob 4-0 bo'ldi. Hozir Yıldız chadan tersa ham bo'ladi va gol. Cho'gar dubl. Delighted with that. Kenan What a dubl. goal. He's scored a brace. Yaxshi. Pacho. Hakimi. And there's a Average half-time time whistle. A making. great display. They're winning at the halfway stage. Yıldız. Can they see out the Sarıfa rest of the Leo. game? Leo. He's taking the ball out wide. Hakim bosh bilan yaxshi o'ynadi. Yıldız telepati va What a chance. Darba berolmay qoldim. Tushdi Marko. Foden. Who was that ball to? Safonov. Helps it on. Yıldız. The defender regains Volley. possession, and now they're going to try and break. Now it's Doué with the ball. Vitinha in possession. Looks like the opposition are still trying to get back into the game. It's a close game. Can Foden he make the amoz difference? yetishmayapti. Yaxshi o'ynayapti. Foden uning o'rniga Barkola tezda yaxshiroq. Ah, good passing on display. Hakimi Garcia tackles. hozir Surely now. chiqyapti. Dudem. Oh, nice finish. He's put them back into it. Oh, he'll be pleased with that effort. It'll do his confidence the world of good. Great understanding between this team. Leo pas. Want to add to that lead here. Barkola bosh bilan gol. 4-2. What a difference the sub has made. He's scored. Now it's Doué with the ball. Well, you have to say there's not much chance of a comeback here now. Marquinhos. Hakimi. Nice pass.
Hakimi. Laporte. He's got control of the ball. The defender regains possession, and now they're going to try and break. Oh, and dispossessed there. Now it's Doué with the ball. A team effort, the shot only finds the side of the net. He's won the ball back. He's charging down the wing. Oyun tugab 4-2. O'ynashimiz bo'lsa kerak, yana bilmadim. Captain led by example today. That's why he's the player of the match. 8/5 attı yıldız. Mayli do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.